Do'stlar, bu videomizning ikkinchi qismi. Hozir mana bu yerda 3 ta qalampir bor. Hozir masalan bitta qalampirni olib, masalan shunga hozir 6-siga qo'ysak, mana bu yerdan ochamiz, mana xullas. Ana qog'ozchalar bor-da, ish qilib 6gacha son yozilgan. Mana hozir 4 raqam tushdi, 1 2 3 4. 4-sini yeyman. Qalampir tushmadi. Keyingi odam masalan hozir mana ochsa, nech raqam tushsa ham bak qalampir yeyish kerak-ku. Bir raqam tushdi mana. Bu qalampir yeydi, tamom. Yana keyin boshqa qalampir boshlab ketadi, ish qilib shuni qaytib keladi. Hozir boshqa qog'ozlarni joyiga qo'yaman. Endi qalampirlarni, hozir qalampir onam qo'yib chiqariladi. Mana. Hozir birinchi donos kuylaymiz. Kim birinchi boshlashdan? Don Ziki. Don Ziki. Bularga o'ynaydi. Don. Kim boshlaydi? Mashhur etdi. Mashhur sanman. Oxirida malakanda. Mana hozir qalampir qo'yib oldik. Endi son tanlaydi. Uch. O'madi bor ekan. Tushadi. Umjon qalampirdan. Bir tushmasi yo'qmi? Ha, bir tushmasa ham papiysan. Davay. Qog'oz olib qo'yamiz. Tamam. Bir qalampir ekanlar endi. O'zi ham kichkinasini qo'yamiz-ku. Hey. Santana. Beş düşmesin de. Yırttın şunu. Bakalım. Neçe belli? 4. 4 düştü. Qalampir yeyman, ko'rabsan. Mashhur edi. O'zim yonda. 4 düştü. Kiminni? Endi mashhur. Nima qo'yaman? 3. Mana. Qalampir yeykan. Bu ikkana nima? Ha, bu ikkan. Qo'shib edi, ha, bilmayman. Qoch endi kim? Men. Ona Akam. Akamga qalampir qo'ymayman. 5 qo'ylar 5 tushadi yozmang. 5 emas? 6 tushadi. 6. 6 tushmas edi. Men 6. Zaten 6 deyman. Achchiq ekan. 6 bilan bilmasa kerak ekan. Qo'rqmang, men reaksiya bildiraman. Qalampirdanmi? Naqansi? Shu bilan ikkinchi shartimiz tugadi. Sog' bo'linglar.